Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz obunachilar, aziz yurtimiz fuqarolari. Ichki ishlar vazirligi ogohlantiradi. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda va messenjerlarda soxta trading investitsiya kabi pulingizni ko'paytirib beraman degan firibgarlar turi tobora avj olib bormoqda. Zaynab halol daromad, Abduvohid trading nomi bilan tarqalgan soxta reklamalar ko'pgina fuqarolarimizni ishonchini qozonib, pul mablag'larini o'zlashtirmoqda. Firibgarlar sizning ishonchingizni qozonish uchun o'zlarini professional tradinglar deb tanishtiradi. Soxta listinglar ko'rsatishadi. Pulingizni ko'paytirib berish uchun kafolatli daromadlar va'da qilishadi. Avval kichik miqdorli yutuqlar taqdim etishadi. Ishonchli ko'rinish uchun sun'iy intellekt yordamida mashhur insonlarning yuzlaridan va ovozlaridan foydalanishadi. Bu esa odamlarning osongina aldanish imkoniyatini beradi. Bunday holatlarga tushmaslik uchun tez boyish va'dalariga ishonmang. Trading bu tez boyish degani emas. Har qanday foydalanish izohlariga ishonmang. Kibr firibgarlardan himoyalanishning yo'li raqamli savodxonlikni oshirish va ogoh bo'lishdir.